أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد biz aldığın katımdaki dersimizde küfrül ilhad yani mulhidning kafirligi hakkında ders kılgan. Yani mulhid degan ilahga tangan. Yani hiç qandaq bir ilah yo'q degan. Yani hiç qandaq bir ilahga cho'qinmaydigan, yani g'aybning tamomisiga tangan kafirlikni bu mulhidning kafirligi deb shuni bayon qildik. Ularning deydigini, yani oyatda bayon qilgandek, in hiya illa hayatuna dunya va ma nahnu bimab'usin. Yani şu dünya bizim hayatımız bu. Yani şu dünya, yani kim demiş kılsa, kılganının bu dünyanın ahir görünüşü yok degan e'tiqodda şunda yaşagan. Yani bununki en uzak azgınlıkta bo'lganligi haqida, yani bununki en yuqori derecedeki kafirligi haqida bayon qilgan oyatda Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yani şu ayette bayan kılıp, yani şu 5 imanға inkar kılgan, yani Allah'ın barlığına inkar kılgan, malaikege, kitaplarga, peygamberlerge, ahiret gününün barlığına inkar kılgan kafir, en eşeddi kafir, bu en uzak azgınlıkta deb bunu bayon qilgan. Biz bu kafirninki yani qanday kafir ekanligi, bugungi kunda bu kafir kim ekanligini biz oldingi darsimizda so'zlab o'tdik. Endi bugungi darsimizda shirkning kafirligi, yani kufri shirk. Yani mushrikning kafirligi. Yani mushrik kim? Yani müşriknin kafirligi bu ikinci derecedeki kafirlik. Bu qanday kafirlik dese, yani müşriknin kafirligi bu oyatda bayon qilgandek Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la in sa'altahum men halaqas semawati vel ard la yaqulunna halaqahunnal azizul alim. Sen ey Muhammed Aleyhisselam, sen ulardan sorsan, müşrik kafirlerden, yani asman zeminini kim yarattı desen, asman zeminini yani azizil alim boğan, yani güçlük, bilimlik boğan Allah yarattı deb cevap verdi. Yani Sure Zuhruf'un 9. ayeti. Yine başka ayet-i kerimelik وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Yani asman zeminini kim yarattı? Ayni günni kim hareket kıldırdı o? Yani dünyanı kim başkurdu desen Allah başkurdu. Allah yarattı deb cevap verdi ola. Mekke müşrikleri. Yani bula bir ilahның barlığına itiqad qildi. Yani Allah'ның barlığına. Demek yani asman zeminning, dünyanın yaratquchisi ba, bunu idare qilguvchi bir kuch, quvvat ba, bu bo'lsa Allah deb Allah'a itiqad qildi. Endi bu bularning kafir bo'lishi, yani mushrik deb atalishi, bular yani hammani yaratquchi Allah bo'lgan ekan, hammani idora qilguvchi, kuchaytguchi Allah ekan. Unda bo'lgandan keyin, yani biz cho'qinishni, qo'lchilik qilishni Allohga xos qilish lozimdi. Bularninki xato ketgan yeri, yani hammani Allah yaratdi, hammaning egasi Allah deb turib, Allohga cho'qinadigan yerda boshqa maxluqqa cho'qingan.
Yani Allah'ını razı kıldığı yerde başka mahlukni razı kılgan. Allah'a kıldığı ibadetni, kulçılıkni, çokunuşni Allah'a has kılmay başka yani taştan yasalgan butlarga yani başka her xil türdeki yani özü çoğ dep bilgen mahluklarga çokungan. Özün ihtiyacını sorar vaqtida. Yani qandaq bir ihtiyacı bolsa, ihtiyacını aslında hemmini yaratquchi, kuch-qudratlik bo'lg'uchi Allah hal qiladi. Onda Allah'tan so'raydigan, yani şu Allah'tan so'raydigan ihtiyacını, hacetini mahluktan so'rgan. Demek yani başka yasalgan butlardan veya başka yani özü çoğ dep bilgen narsalardan yani özün ihtiyacını so'rgan. Bizning ehtiyojimizni mushulardan tilesek, mushular hal qiladi. Biz cho'qinishni, qo'lchilik qilishni mushularga qilsak, mushular bilan Alloh rozi bo'ladi. Biz mushularni rozi qilsak, Alloh rozi bo'ladi. Degandek, mushu tunish bilan har qanday ibodat ishi va boshqa yaxshi amallarning hammani, ya'ni shu Allohningki maxluq bo'lgan, ya'ni o'zi yasab olgan yoki butlarga şunun rızalıq için. Biz muşullarını razı kılsak, Allah razı oladu. Degen. Yani Allah'ını has kılıdığan, Allah'ını razı kılıdığan emellerini şu butlarını razı kılış için kılgan. Allah'tan tilaydigan ihtiyacını şulardan tilegen. Endi bular nemişki munda kılışlar dese, bular yani bu ayette bayan kılışta Sure Zümer'nin 3. ayetinde ne dep geldi? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Biz bularga yaqinlik qilishimiz, bularga qulchilik qilishimiz yoki bularga ahvol aytishimiz yoki bularni rozi qilishimiz faqat bizni Allohga yaqin qiladi degan umidimiz bor. Bizni Allohga yaqinlashtirish uchun Muşunun faydası oldu da biz bulağa kılımız, ihtiyacımızı bulardan sorayımız, an bula Allah'a yetkizdi, an işimiz hal oldu degen bu itiqat. Şunun olan yani Allah'ın halıqiyeti de haq dep tunugan bolsa mu, Allah hemmini yaratquchi, boshqurg'uchi deb bilgan bolsa mu, amma yani Allah'a kılıdığan kulchilikni, bendechilikni Allah'tan so'raydigan ihtiyojni bu butlardan veya başka özü çoğ dep bilgen mahluklardan soğan, şularni razı qilish uchun amal qilgan, buning uchun buni mushrik deb ataldi. Bular yani mushuni ulug' kishilarninki shaklidagi butlar yoki shu ulug'larninki ruhinati yoki ana biz ehtiyojimizni mushulardan tilasak, bular Allohga aytsa Allah Teala ondan keyin hal qilib turdi degandek, yani arliqiga vasita qilish. Yani bütün quldan kelmaydigan kishilardan, quldan kelmaydigan ishlarni bulardan tilash, bulardan umid qilish, yani buni yani Allohga shirk qilganlik deb buni bayon qilgan. Yani mushuni shirk e'tiqod. Yani bu shirk amal deb bularni mushrik deb atıda Kur'an-ı Kerim'de. Yani müşriknin kafirliği bu şekilde. Yani bu şirk itiqad nereden payda olgan bu gitti dep bu kirildi. Bu şirk itiqad Nuh Aleyhisselam'ınki peygamber buluştan burun yani bir yurtta, bir mahallede nayet yaxşı adamdan 5 kişi bir yolda ölüp gidip bu yurtqa nayet çoğ bir musibet bo'lgan. Şunun bilan bu bak ichki pushuq g'am qayg'uda bo'lib ketgan uchun bu odamlar shaytonninki vasita bilan birisi men mushu kishilarninki shaklida bir but haykal yasab bersam, şunun bilan sizlar o'zinglarga tasalli hosil qilsanglar degandan keyin bu nayet yaxshi deb yaxshi bo'ldi deb shunda 5 kishininki shaklida but yasab heykel yasab. Sizlar her zaman yani muşularni eslep tutsanglar, ko'nglingizga tasalli hosil bo'ldi. Degandan keyin
Buni bir zaman o'tgandan keyin dastlabda nima qilganlar, ya'ni o'ylab ketgan kishilar mushitdi, shunda o'xshaydi qadamlaydi deb tunib ketgan bo'lsa-mu, keyin buni ulug' bildigan, ulug' adamlaydi deb biz bularni eslasak, bularning ruhi bu haykalga shakliga keldi. Ondan keyin bizning ishimiz hal bo'ldi deb ehtiyoj tilaydigan, ularning roziligini tilaydigan, rozilik uchun ish qildigan, demak, ya'ni shirk amal, shirk e'tiqod mushadan paydo bo'lgan. Buni tuzash uchun tavhidga chaqirib Nuh alayhisalom kelgan. Nuh alayhisalom bir zaman chaqirdi. Buni ya'ni qabul etmaganlar bo'ldi, ko'pinchalar qabul qilmadi. Az bir qism kishi qabul qildi Nuh alayhisalomning da'vatini. Ya'ni shu Nuh alayhisalom haqqa chaqirgan zamonda bular nima dedi? Bir-biriga tavsiya qilishib shunda degan oyatda shunda keliglik وَقَالُوا لَا تَزَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَزَرُنَّ وَدَّوْا وَلَا سُوَاعُ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Yani Nuh surasida shunda keliglik bular yani bir-biriga sizlar Vad, Suva, Yag'us, Yauq, Nasr degan yani qatardagi bu 3 butni hech tark etmanglar. Yani sizlarga lozim bo'ldig'ini, sizning ehtiyojingizni hal qiladiganligi shu. Sizlar bularga qulchilik qilish, bularga ibodat qilish, bularga cho'qinishni hech tark etmanglar deb bir-biriga buni tavsiya qilishgan deb oyatda shunda bayon qildi. Demak, yani Nuh alayhisalom bu shirk e'tiqodni tuzash uchun tavhidga chaqirib payg'ambar bo'lib kelgan. Bu orliqda bir qancha payg'ambar kelib tavhidga chaqirib, yana orliqda yani kishilarni to'g'ri yo'lga boshlab shunda kelgan bo'lsa-mu payg'ambarlar orqadan. Yana zamonning o'tishi bilan bu orliqda uzun üzüb qolgan zamonlarda ba'zi yani Makkaga o'xshash Makka xalqi bu butga ibodat qilgan ishni bo'lib paydo qilgan. Makkada yani Amr ibn Luhay deydigan birisi bu butni uyda qo'yib qo'yg'ili ekelgan, bu Suriya tarafdan ekilib uyda qo'yib qo'yib bir zaman o'tgandan keyin shunda qilib yani bir zamonning o'tishi bilan birisi 2 bo'lib, ikkisi 3 bo'lib, hammadan uyda qo'ygan bo'lib, buningga cho'qindigan bo'lib, ondan keyin buning yo'g'on shakllarni mahallaga, markaz va g'oyaliga bekitib har xil sifatlab degandek, masalan Uzza degan but, Manat degani bir qancha ismli atalg'iliq butlar baydi. Makkada va Jiddada degandek, ya'ni Saudiya Arabiston zaminida. Demak, ya'ni mushu butlarni cho'ng biladigan, ehtiyojlarini shuningdan so'raydigan, yaxshi amallarni shularning rizoligi uchun qiladigan ishlar daddat zamonning o'tishi bilan bu ishlar paydo bo'lib, Makkadan bu shirk aqida, shirk amal bak avjab ketgan. Bu zamonda buni bu shirk aqidasini tuzash uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni oxir zamonning payg'ambari qilib Makkada payg'ambar qilib avatgan Alloh subhanahu va taolo. Shuning bilan yana payg'ambar alayhisalom bu shirk e'tiqodini tuzash uchun Allohning uluhiyati, ya'ni ibodatni, amalni Allohga xos qilish, butun ehtiyojni Allohdan so'rash haqida, ya'ni bu tavhid aqidasini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil davom qildi. Bu zamonda ya'ni bir qism kishilar payg'ambar alayhisalomga ergashib musulmon bo'lgan bo'ldi, bir qismlar qarshi chiqqan bo'ldi. Ya'ni qarshi chiqqanlar payg'ambar alayhisalomning payg'ambarligini ichida bilgan bo'lsa-mu, ammo o'zininki kibr, mutakabbirligi yoki shu ko'ni dinni tashlag'usi kelmaganlikdan hatta bu o'zning dinni ching tutamiz deb payg'ambar alayhisalomga qarshi chiqib keldi. Endi bugungi kunda bu shirk e'tiqod qanday e'tiqod? Bu shirk amal qaysi amal? Desak bugungi kundan bor. O yaqinki zamonlarda shunda avjab ketgan bir zamonlar bo'lgan bir zamonlarda, ya'ni Arab zaminida, Turk zaminlarida shu qabristonga, qabrga ibodat qildigan. Demak, ya'ni
ehtiyojlarini qabrdan so'raydigan, ulug' o'tgan kishilarninki qabrlaridan so'raydigan. Unda haykalni o'z ayni haykal tiklab qilmagan bo'lsa-mu, ammo qabrdan madad so'raydigan ishlar jiq bo'lib ketgan. Buni tuzash uchun Saudiya Arabistonda Muhammad ibn Abdullohab deb bir kishi chiqib, men shu aqidani o'ngshayman, yangilayman deb jiq harakat qilgan, jiq da'vat qilgan. Demak, yana bugungi kunga qadar bu dunyoning har yerida, islom dunyosida shundoq qabrdan madad so'raydigan, qabrga cho'qinadigan bunday ishlar bor. Bu ya'ni shu o'z vaqtidagi shirk e'tiqodga o'xshaydi yani. Ehtiyojini shuningdan so'rasa yoki Allohga rozi bo'ladigan ishni shularning razoligi uchun qilinsa, yana bu o'xshash shirk. Ammo faqat farqi bu yerda o'z vaqtidagi kofirlar payg'ambar alayhisolamga inkor qilib qarshilashgan, endi bugungi kungi kishilar payg'ambar alayhisolamni haq deb biladi. Payg'ambar alayhisolamni haq deb biladi, ammo payg'ambar alayhisolam shunday shirk e'tiqodni tuzash uchun kelganligini bilmay qolgan. Uning uchun bular menda xatolashib ketganlar bugungi kunimizda bor. Bu shirk e'tiqod bu. Ya'ni bu ikkinchi darajadagi kufrlik. Endi uningdan keyinchi uchinchi darajadagi kufrlik. Bu ahli kitobning kufrligi. Ahli kitobning kufrligi. Endi ahli kitob demak, bu ahli kitob bo'lganlar kim? Ya'ni Tavrat, Injil qatorida boshqa kitoblar bor, ya'ni shu kitob berilgan ummat. Bular Musa alayhisolamning ummati, Isa alayhisolamning ummati. Bu ahli kitob deganimiz asosan hozir, ya'ni bugungi kunda bu Yahud Nasaralar shu ahli kitob hisoblanadi. Bu Banu İsrail avlodidan, ya'ni aslida hammasi bir avloddan. Bu keyin bular bir qismi Yahudi, bir qismi Nasara deb ikki dinga bo'linib ketgan. Endi bularninki kim ekanligi bu biroz yana tarixning boshiga qaytmoq lozim. İbrahim alayhisalom mushu shirk aqidani tuzash uchun kelgan, tavhidga chaqirib kelgan. Boshqa payg'ambarlar hammasi tavhidga chaqirib keldi. İbrahim alayhisalomninki vazifasini aytib cho'ng bo'lgan payg'ambar. Abul Anbiya deb, ya'ni payg'ambarning bovisi deb ataladi. Ya'ni İbrahim alayhisalomning sulolasidan chiqqan nurg'un payg'ambarlar bor. İbrahim alayhisalomninki ya'ni ikki o'g'li, biri İsmail alayhisalom, biri İshaq alayhisalom. Bu ikki o'g'li İsmail alayhisalom Makka da yashagan, İshaq alayhisalom Falastinda yashagan. İsmail alayhisalomning sulolasidan bu Arab sulolasidan kelgan, ya'ni payg'ambar alayhisalom payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, ya'ni 60-nabirasi bo'lib İbrahim alayhisalom o'lishdi, nasli. Ya'ni Falastinda yashagan İshaq alayhisalom İbrahim alayhisalomninki bir o'g'li, İshaq alayhisalomning avlodidan, ya'ni Yaqub alayhisalomning 12 bolasi, uning biri ya'ni Yusuf alayhisalom. Bu suloladan, ya'ni Banu İsrail degan bu millat, Banu İsrail Falastinda yashab kelgan İbrahim alayhisalomninki bir sulola. Bundan jiq payg'ambar chiqqan. Ya'ni mushulardan kelgan, ya'ni shu Banu İsrail degan atalgan millatdan, ya'ni Yahudi, Nasara bu ikki bo'linib ketgan. Ya'ni shu Yusuf alayhisalomninki davetida bo'lgan shu chaqdagi shu suloladan, ya'ni Yusuf alayhisalomninki atrofidagi bir qism avloddan davom etib kelgan, ya'ni Banu İsrail. Musa alayhisalom kelgandan keyin Musa alayhisalomga iymon keltirib, bir zaman o'tdi. Keyin Isa alayhisalom payg'ambar bo'lib kelganda Isa alayhisalomga inkor qildi. Isa alayhisalomga iymon keltirganlar Nasara deb ataladi. İsa alayhisalomga inkor qilganlar Yahudi deb ataladi. Ular biz Musa alayhisalomning dinida Isaning diniga ishonmaymiz deydi. İsa alayhisalomning diniga ishonganlar, ya'ni Musa alayhisalomga ishonadi, Isa alayhisalomga ishongan. Ana bu ikkisidan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga iymon keltirganlar musulmon. Bu ikkisidan qo'shilib, ya'ni musulmon bo'lganlarmi bor. Endi shu o'z payti qolganlar bor, Yahudi va Nasara deb. Bular ya'ni dunyoda hozir xariddanliq, ya'ni dunyoni bugungi kunda dunyoni so'rayotganlar bu. O'z vaqtida islom dunyoni 1400 yil so'rgan bo'lsa-mu, yaqin zamondan beri bular dunyoda oldiga chiqib, bular dunyoni so'rashga boshladi.
Yani bular dünyani soğandan keyin bular din ehli bo'lgan bilan, samaviy dinning ehli bo'lgan bilan, ehli kitob bo'lgan bilan bular yani to'g'ri yo'ldan ezib ketgan. Bo'lg'achqa shuni buluni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam haq yo'lga chaqirib kelgan. Bu haq yo'lga islom diniga kirmagani uchun bu Yahud Nasranilikda qolgan. Bugungi kunda dunyoni so'raymiz deb bu oldiga chiqqan bilan, yani dunyoga shu yaqin zamondan beri fasoddan boshqa narsa ekamidi. Bu xayrlik ekamidi yani insonlarga. Asli islom to'g'ri bo'lgani uchun necha yil musulmonlarni bütün dunyoni yani baxtli bir turmuşda, baxtli bir hayotda yashatgan. Yaqin zamonning bizi dunyo bunday buzilib ketdi. Yani bu Yahud Nasaralar bu o'zining dindan chiqib ketgan, kitobdan chiqib ketgan, payg'ambarning yo'l yo'ridan chiqib ketganlar. Islom diniga kirgan bo'lsa kirganlar aytdi yaxshi bo'lgan. Kirgan bo'lsa yaxshi bo'ldi. Buni qabul qilmagani uchun islom dinini Yahud Nasaralikda qolgan. Buni ahli kitob deb ataladi. Bu 3-darajadagi kofirlik. Endi bu vaqtda kelgan oyatlar var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzelna ileykel kitabe bil hakkı musaddiqan lima beyne yedeyhi minel kitab ve muheyminen aleyh. Fahkum beynehum bima enzelallah ve la tettebi ahvaahum. Amma ca'ake minel hak. Biz sana ey Muhammed Aleyhisselam hak bo'lgan bir kitapni tushirdik. Bu haq kitap haqni bayon qiladi. Burunqi kitaplarniki haq ekanligini bayon qiladi. Ularga burunqi kishilarga, ummatlarga shahid. Yani burunqi ummatlar andaq mundaq deb shuni bayon qiladi. Yani bu haqni ularga ko'rsatadi. Unda bo'lgandan keyin asli bular bu Qur'oni Karimninki hukmini qabul qilish lozimdi, islom dinini qabul qilib, yani sening payg'ambarligingga ishonish lozimdi. Ama ular unumidi. Az bir ba'zilar yani islomga kirgan bo'lsa-mu, ko'pinchalar islomga kirmadi. Fahkum beynahum bima anzalallah. Sen Alloh tushirgan kitob Qur'oni Karim bilan hukm qil. Sen ularning havoyi havasiga egishib ketma, Qur'ondan yuz o'rib qolma. Yani bugungi kunda Qur'on qonun bo'lolmaydi deb islomdan yuz o'rib, Qur'ondan yuz o'rib, yani g'arbning veya sharqning yani boshqa kofirlarningki qonunlarini qonun qilib yo'l tutganlar, yani islom dinidan uzoq dunyoga har yerga pasattirish boshqa ish yo'q. Demak, yani islom ahli bo'lganlar payg'ambar alayhisolamga berilgan bu amrga asosan, yani bu Qur'oni Karim ve ahli kitobninki, yani asli dinninki, aslisiniki haq ekanligini bayon qilib kelgan. Yani xattiri ma'vo deb keyin xatalashib ketgan yerlarni tuzash uchun kelgan, shuni bayon qiladi, ammo ular uni qabul qilmadi. Yani onun uchun yani islom ahli bo'lganlar payg'ambar alayhisolamga berilgan bu amr bo'yicha Qur'on bilan hukm qilish, islom qonuni bo'yicha yashash, yani kofirlarning qonunlariga, uning yo'l yo'riqlariga ergishib ketmaslik lozim demoqchi. Bu ahli kitobninki ahvoli bu. Yine ahli kitobninki, endi biz bugungi kundagi ahli kitobning Yahud Nasaralarninki islom dunyosiga qilgan hujumi, islom dunyosiga qilgan onunki zini, musulmonlarga qilgan onunki aziyatlari, ziyonlari biz bugungi kundagi yani ma'lum qilmishlari yoki ma'lum jo'grafiyada bo'lgan ahvolni buni ayrim bayon qilamiz bu masalani. Ama umumizlik yani dunyoda umumizlik insonlarninki hayotidagi yani din hisobida yani ahli kitob bo'lganlar islom ahli bo'lganlarga biroz yaqin deb, yani o'z vaqtida islom keldi, islom dunyoni so'di bir zamonlar. Shu zamonlarda yani ahli kitob bo'lgan Banu Isroil, Yahud Nasranilar islom davlatining hokimiyatining ostida yashagan bular. Bularninki yani islom diniga yani yaqin, samaviy dinni tutqanlar bo'lgani uchun islom diniga yaqin bir holatini bayon qiladi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Yani sizlar ularning taomlarini yesanglar bo'ladi. Sizlarning taomlarini ular yesa bo'ladi. Ularning ayollarini to'y qilsanglar bo'ladi.
Yani Yahud Nasaralı'nınki yani ayarlarını sizler toy kılsanlar buludu. Yani şu ağırlıkta şunda bir yakınlık bağ digenini Kur'an-ı Kerim'de bu da bayan kılınlık. Yine başka ayette mi? La yenhakumullahu anellezine lem yuqatilukum fid din ve lem yukhrijukum min diyarikum en teberru ve tuqsitu ileyhim. İnnallahu yuhibbul muqsitin. Yani ayağıda innema yenhakumullahu anellezine qatalukum fid din ve akhrajukum min diyarikum ve zaharu ala ihracikum en tevallahum ve men yetevallahum fe ulaike humuz zalimun. Yani sizlar bilan urushmagan, sizlarni yurtingizdan chiqarib atmagan kishilarga yaxshi muomala qilish, yaxshi bu siyada bo'lish, yaqin turish haqida Alloh subhanahu va taolo sizlarga tavsiya qildi. Ya'ni sizlar bilan urushgan, sizlarni yurtingizdan chiqarib atgan kishilar bilan ular bilan urushsanglar bo'ladi. Ularga uzoq turinglar. Ama sizlarga yani zini kelmagan kafirlar bilan yaqin tursanglar bo'ldi degan bu oyatda yani ahli kitob o'z vaqtida keyingi zamonlarda yani islom dunyoni so'g'an zamonlarda yani musulmonlarga yaqin o'tgan kishilar. Bugungi kunda nima bo'ldi desam, yaqin zamondan beri shu ahli kitob Yahud Nasaralar dunyoni so'g'andan keyin ba'zi bir ma'lum maqsadlar bilan masalan İsrail Yahudi yani biz asli Yahudilikimiz bilen şu Yahudi zeminini qo'lga keltirdik. Bu bizning zeminimizde Palestinni besivelig'lig'imda. Yine dünyada nurg'un yerda biz İsrail davlatini yo'g'ontitmiz deb shu o'tda sharqda qilgan fasadlari az emas, qilgan zulmi, musulmonlar qilgan zini az emas, yaqindan biri. Bu ayrım mesele. Bunu ayrım deymiz. Ama yani burunqi zamanda yani umumuzlik İslam'nınki yani İslam dünyanı soğan, İslam kanunu boğan bir zamanlarda yani musulmonlarga başka kafirlik qalğanda ahli kitap biraz yakın ekanligini Kur'an-ı Kerim'de ko'rsatgan. Bu din ahli bo'lgani uchun. Ama bununki yani o zaman hem de bunun dinimi doğru olsa nima uchun dunyoda insonlar uni e'tirof qilmaydi yoki musulmonlar uni inkor qiladi, uni qiladi desa, bularningki xato ketgan taraflari. Masalan, Yahudi dindikining xato ketgani nimada? Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini yo'q qilayotgan. Ya'ni bu maxluqqa o'xshatib qo'ygan, jism isbotlab qo'ygan. Nasaralar Allohni 3 degan. Demak, yani hemmimiz tamamen emas yani büyük abdallar yaxshilar bo'lsa-mu, yani umumizlik mushunda e'tiqodda bo'lib ketgan. Shuning uchun buni to'g'rilash uchun to'g'riga chaqirib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kelsa, bundan qarshi chiqqan. Uning uchun buni yana 3-darajadagi kafir deb yani kafirninki darajasida 3-o'rinda qo'yildi. Hem de keyingi dersimizde yani murtetnin kafirligi, munafiqning kafirligi bu haqda ders qilinadi. Demek yani bunu o'zining darajasi bo'yicha tushunish lazım. Yani u kafirdan bu kafir obdan chog'i demaymiz. Birsi birdan nachar bo'la, ama yani islomninki ko'z tushdiki yani bu kafirninki jinoyatining og'irligi darajada yani mushu bo'yicha ko'rsatdi. Biz bu bo'yicha tushunish lazım. Yani bugungi kunda yani hozir biz uchun masalan mulhidning kafirligi nihoyat og'ir. Bizga zulm qilayotgan kafir, mulhid kafir. Biz boshda degandek birinchi numardagi kafir. Endi hozir islom dunyosiga ziyon qilayotgan, islom musulmonlarga zulm qilayotgan yani umum musulmonning qarshida Yahudi kafir, Nasara shuning bilan birlikda. Masalan, O'rta Sharqda zulm qilinayotgan musulmonlar hammasi shu Yahudi Nasaraninki qo'li bilan zulm qilinadi. Demak, yani buningki yani ba'zi bir jihatda farqlari bor. Birisi biri uchun bekroq zararlik, birisi biri uchun bekroq zararlik bo'ladi, ammo islomning ko'rsatmasi bayon qilgandek shu daraja bo'yicha, yani mulhidning kafirligi, undan keyin mushrikning kafirligi, undan keyin ahli kitobning kafirligi. Ondan keyin murtadning
munofiqning kofirligini bayon qilamiz inshaalloh kelasi darsda. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.